Sony o'yinlariga qiziqadigan aka-ukalarimiz chiqaringlar. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, bundan tashqari monitorlariga bor, pulti deysiz, pultlari ham bor, рабочий pult deysizmi, original yaxshi pult deysizmi, hammasidan bor. Xohlasangiz рабочий PlayStation 5, рабочий PlayStation 4, рабочий PlayStation 3, yangisi ham bor PlayStation 3 da ko'rib turganlaringdek. Assortimentimiz juda ham ko'p, qaranglar. Cheklanmagan miqdorda PlayStation 3 ham bor. Anchagina arzon bo'ladi, optimga olsangiz ham bo'ladi, donaga olsangiz ham bo'ladi. Xalqdan arzon qilib beraman deyapti, qolgan joylarga solishtirib kelib, bemalol olsangiz bo'laveradi. Mana рабочий pult deysizmi, PlayStation 3 ga. Mana bu yerda PlayStation 4 pultlari turibdimi, bilmayman. 4nikimi, 5nikimi turibdi mana. Bu yerda PlayStation 4lar turibdi. Bu tomonda 5 PlayStation 5lari ham bor. Bundan tashqari qaranglar, bular narx-navosi qiziq deydiganlarga hozir o'zimiz o'rtag'imizga kelganmiz. PlayStation bilan o'zi shug'ullanadi. Pastda bir 20 ta kompyuteri bor. Bundan tashqari PlayStationlari ham bor. PlayStation ishini yurgizaman deydiganlar uchun ham qancha PlayStation kerak bo'lsa qilib beraveradilar. Bundan tashqari donaga olaman deydiganlarga, qiziqqanlarga, o'rtoqlar o'ynaymiz deydigan bo'lsalaring ham donaga ham qilib berishaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Narxlari bir xil, donaga ham, optimga ham bir xil qilib berasiz. Xudo xolasa. O PlayStation 3 dan narxlaridan boshlaymiz. Hozir ko'rib turganingiz. PlayStation 3imizning narxlari necha pul Muhammadjon? Bu yangimi bu keyin? Ha, yangi holatda bo'ladi. Ha, yangi holatda bo'ladi, lekin yangi emas. Yo'q, yangi emas. Bu 2017-yili chiqishdan to'xtagan model. Buni narxini $150 dan $200 gacha qilib beryapmiz uchlarimizni. $150 dan $200 Xo'p, narxiga nima ta'sir qiladi? O'yinlari xotirasi ichida 15 tadan 45 tagacha o'yini bor buni. Pultlari 2 tadan 4 tagacha bo'ladi. 2 tadan 4 tagacha bo'ladi. Pulti рабочий bo'ladimi, yangi bo'ladimi? Xohlasa yangi, xohlasa рабочий qilib beramiz. Рабочий. Narxiga kelishiladi uni. Xohlasa yangi, xohlasa рабочий qilib beraverasiz. Ham zo'r. Xo'p, bularimiz xotirasi qanaqa buni? Eng katta xotirasi. Eng katta xotirasi 500 talik bo'ladi. 500 GB bo'ladi. 500 GB. Nechta o'yin sig'adi unga? Unga 45 ta o'yin sig'adi. 45 ta o'yin. O'yinlarni ham o'zingiz o'tkazib berasiz. O'yinlarni tayyor qilib. Yo'q, hammasida bormi o'yin? Hammasida hozir yozib tayyor qilib qo'yganmiz. Agar bizga shunaqa o'yin zarar bo'lsa, uni ham yozib beraveramiz. Ha, o'yin qanaqa o'yin kerak bo'lsa, o'zingiz yozib tayyor qilib berasiz. Boradi, olib borib o'rnatadi, o'ynaveradi, tayyor qilib berasiz. Olib borib foydalanaveradi. Tayyor. Eng kattasi $200. Aha. Eng balandi $200. O'sha 45 ta o'yinligi shunaqa narxda. Ha, 45 ta o'yinligi shunaqa. Bundan tashqari $150 ham bor, $150 arzoni kerak deydiganlarga arzonni ham qilib beraveramiz. Xo'p, PlayStation 4imiz qanaqa endi? PlayStation 4larimiz xo'p 3 xil model bo'ladi. 3 xil model bo'ladi. Fat bo'ladi, Slim bo'ladi, Pro model bo'ladi. Narxlarimiz $200 dan xo'p $300 bor, hammasidan bor. Bu ham xuddi shunaqa 500 talikdan 2 terabaytgacha bo'ladi. 2 terabayt. Bularda pulti nechtadan pult qo'shib berasiz ularga? 2 tadan pulti bor. Hozir biz aytayotgan narxning ichida 2 tadan pulti bor. Pultlari ham hali muammo qilmaydi. Pultlari ham yaxshi pult, original pulti. Bu Dubay versiya pultlar. Dubay versiya pult. Pultlarni ham har xili bor. Pultlarni ham har xili bor. Siz o'zingizda ham qanaqa pult kerak deydigan bo'lsa, shunaqa qanaqa zakaz qilsa, o'yinda ham qanaqa zakaz qilsa, o'sha o'yinni yozib tayyor qilib beramiz. Bular modeli qanaqa model dedingiz? Xo'p, Pro model hozir. Xo'p, Pro modelimiz necha pul narxi? Pro modelimiz xo'p, oxirgi model, 3-reviziya deyiladi. Uni narxini $300 qilib beramiz. Ichida 25 ta o'yin bo'ladi. Ichida 25. O'zi nechta o'yin sig'adi unga? O'sha 25 ta to'liq to'ldirib, chiroyli o'yinlarni, kerakli o'yinlarni yozib tayyor qilib qo'yilgan. Bundan tashqari bunga ham qanaqa o'yinsa yozib beraverasiz. Qanaqa o'yin zarur bo'lsa yozib. Xo'p, keyingi modelimiz qanaqa model? Slim model. Slim modeli. Slim modelga xo'p 10 ta o'yin kerakli o'yinlar sig'adi. Xotirasi 500 GB bo'ladi, 2 tadan pulti bo'ladi. Hozir chiqayotgan FIFA 26, PES 26 o'yinlarni bemalol o'qiydi. Bemalol o'qiradi. Narxi necha pul uni? Uni narxini xo'p $250 qilib beramiz. $250 qilib berasiz. Xo'p, keyingi modelimizchi? Bu Fat model bo'ladi. Fat model. Mana bu. Buni narxi $200. Buni ichiga 8 ta o'yin sig'adi. Bu ham xuddi shunaqa oxirgi o'yinlarni bemalol ko'taradi. Uni ham 2 ta pulti bor. Aytayotgan futbollaringiz ko'taraveradi. 2026-yilda chiqqan hamma o'yinni ko'taraveradi bu ham. Hamma o'yinni bemalol ko'taraveradi. Narxini $200 qilib beramiz. Nechta pul qo'shib berasiz bunga? Bunga 2 ta pulti bo'ladi mana. 2 ta pul. Ham zo'r. Keyin PlayStation 5imizchi? Xo'p, PlayStation 5imiz yangi, PlayStation 5. PlayStation 5imiz yangi. Faqat biz ochib, ichiga o'yinlarni yozib, to'ldirib qo'yganmiz. Keyin buni 2 xili bo'ladi.
Slimda 825 lik bo'ladi, 1 terabaytlik bo'ladi. Bu 1 terabaytlik, yaxshi. Bu 1 terabaytlik. Ha. Sizda ikkovidan ham bormi? Ha, Arzon narxi necha pul? Arzon narxini 400 dollar qilib beramiz. 400 dollar qo'yasiz. Pulti nechta bo'ladi bular? Bitta bo'ladi. Ha, bitta pulti bo'ladi. Zavodskiy o'zini ichida korobkasining ichida chiqqan bir dona pulti bo'ladi. Pulti 2-3ta kerak deydi yo'llagachi. Pultiga yana qo'shib beraveramiz. Nechta? Pultini alohida kelishilaveradi. Nechta pulti bo'lsa qilib beraverasiz. Ko'p joyda PlayStation 5 ga shu PlayStation 4 o'yinini yozib sotishyapti. Biz unaqa emas, faqat PlayStation 5 ta o'yinlarini yozib keyin sotamiz. Ha, o'zini o'yinlari yozilgan, PlayStation 5. Ha, 4nikini yozib bering desa ham yozib beraverasiz. Yozib beraveramiz. Aralashtirib qilib berasiz. Aralashtirib ham qilib berasiz. Aralashtirib ham qilib beramiz. Narxini kelishadigan bo'lsa, ikkovini aralashtirib ham qilib berasiz. Qaysi o'yin, misol PlayStation 4 dagi o'yin yoqadigan bo'lsa, 5 ikkovi yoqadigan bo'lsa, aralashtirib ham qilib berishaveradigan bo'lar ekan. Xo'p, narxi necha pul dedingiz? Narxi xo'p 400 dollardan 500 dollargacha bor. Arzoni 400 dollar, qimmati 500 dollar bo'ladi. Bundan tashqari PlayStation 3 ga pult kerak deydiganlar uchun ham pult ham bor. Pultlar yangi, mo'lar rабочий mana ular? Bular original pultlar. Mana ular original pultmi bular? Bular original pultlar. Rабочий bo'ladi, lekin ochib ko'rsatsak bo'ladimi shuni? Yangi holatda bo'ladi uni. Ha, yangi holatda bo'ladi. O'zi PlayStation o'ynaydiganlar original pult farqiga bor. Mo'lachi? Mo'lar original basmi? Yo'q, bular originali rабочий. Ha, rабочий. Rабочий kerak deydiganlarga mana rабочийлari ham ideal holatda turibdi. Qaranglar, singan joylari yo'q, hamma joyi ishlaydi. Hamma pultlar muammo qilmaydi. Mana bu original katta plata yeyiladi. O'zi o'ynaydigan odam. Besi ham og'ir ekan-a buni. Ha, mana plomba holatda bo'ladi, hammasi. Ha, plomba holatda bo'ladi. Ha, bular. Bemalol olsangiz bo'laveradi. Yangi original pult kerak deydiganlarga ham rабочий desa, rабочий pultlari ham bor. Bundan tashqari bu yangisi. Dubai versiya bo'ladi, original bilan birga bir bo'ladi. Narxi arzon deganlarga mana shu yaxshi. Ha, bundan ko'ra buni narxi arzonroq. Buni PlayStation xonalarga qo'yishadi ko'proq. Ko'pchilik o'ynagani uchun buni uyga qo'ysangiz ham arzonroq variant. Uyda ham hali bemalol yaxshisi deb yetib beraveradi. Yaxshi deb aytadi. Mahkam bosadiganlarga bo'lsa, mana u yaxshiroq. Qo'pol o'ynaydiganlar bo'ladi-yu. Ustiga chiqib sakraydiganlar bo'ladi. Pult ustiga chiqib. Mana undan olsa bo'laveradi. Xo'p. Keyin mana PlayStation 4 joystiklari. PlayStation 4 deki bu 3 ga ham tushadi. 3 ga ham tushadi. 3 ga ham tushadi. Xo'p, kompyuter o'ynasiz, telefon o'ynasiz, telefonda o'yinlarini ham bemalol tushaveradi. Bu отдельный donaga ham sotadi. Telefonda o'yinini ham o'ynasa bo'ladi. Ha, telefonda o'yinini o'ynasiz. Telefonga yo'lab o'ynaydimi? Telefonga yo'lab, Play Marketdan o'zi telefonda o'yinlarini bemalol o'ynayveradi. Juda ham zo'r. Buning narxi necha pul? Buni narxini xo'p 15 dollar qilib beramiz. 15 dollar. Ma'lumotlarning narxini aytib o'tdinglar bir yo'li. Buni xo'p 280 ming so'm sotyapti. 280 ming so'm sotilyapti. Bu donaga ham, optimga ham yo'q. Optimga tushib beramiz. Optimga ozroq o'tib beriladi. 20 dollar qilib beramiz optim. 20 dollar qilib beriladi. Bularimiz ham o'shunaqa. Optimga buni narxini aytib o'tib ketaylik. Buni narxini xo'p 100 ming so'm qilib beramiz. Donaga 100 ming so'm. Optimga o'tib beriladi. Optimga tushib beriladi. Optimga o'tib beriladi. Xo'p, mana PlayStation 4 bular. Bular 4lar. Tevadagilarchi? Bular 3lar, bular 4lar, 3lar korobkalar. Hamma yo'q upakovka korobkada bo'ladi. Upakovka korobkada bo'ladi. Xo'p, sotilayotgan narsaga garantiya berasizmi qanchadir? Garantiya beramiz. Garantiya beriladi. Telefon qiladigan bo'lsa, garantiya beriladi. Sotma. Olib borib bir qator ishlashiga garantiya berasiz. Undan ag'iga endi o'zi buzib qo'yadigan bo'lsa, lekin ichidan defekt chiqmaydi. Muammo qilmaydi, lekin ishlaydi. 100% mana shu yerda kelib mana shu ofislari kesalarni mana nimada monitorda tekshirib bemalol olaverasizlar. Manzilimiz qayerda endi? Bundan tashqari to'g'ri monitorlar ham bor ekan-a? Monitorlar ham bor. Bularning narxi necha pul? Buni bozorda xo'p 300 dollar sotishyapti. Biz 1 oy ishlaganini 250 dollar qilib beramiz. Bir oy ishlagan. Ha, 50 tali Smart 2025 modeli Li modeli. Li modeli. Oxirgi chiqqani. Li modeli ana. Voy do'stlar, Li modeli ekan. 250 dollar qilib berasiz, a? 250 dollar qilib. Buni ham o'sha bularga qo'shib dastavkalarini qanaqa qilamiz endi? Buni hozir boshqa viloyatdan ko'rayotgan akalarimiz. Hozir biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibmiz. Xohlasalaring kelib olishlari mumkin. Boshqa viloyatdan, Voha tomondan bo'lsa, qanaqa qilib jo'natib yuboramiz buni? Hop, buni BTS pochta orqali jo'natib yuboramiz. BTS pochta orqali. Xizmatini olib olib, o'zlari BTS pochtani xizmatini berib olib olishadi. Ha? Yo'lkirasi o'zlaridan bo'ladi. Yo'lkiralariga ozmoz qo'shilib qoladi. Aytilayotgan narxlarda xohlasalaring endi telefon qiladigan bo'lsalaring yo'lkirasini ham kelishsalaring bo'ladi. Ozmoz yo'li bor, tushib beradi. Yo'lkirasini o'zingizdan qilib qo'yib bering deydigan bo'lsangiz ham narxini gaplashsalaring bo'laveradi bemalol. Video pastida nomer qo'yaman. Telegramlaringiz bor-a? Telegramlari bor. Xohlasalaring Telegramda yozadigan bo'lsalaring Telegramdan ham javob beraveradilar.
telefon qiladigan bo'lsalaring mana shu video qilib tashlab beraveradilar. Yaqinroqda bo'lsalaring bemalol kelib tekshirib olishlaring mumkin. Uzoqda bo'ladigan bo'lsalaring ham mana shu video vizitdan telefon qilib ko'zlaringning oldida o'sha nimani suqib o'yinlarni kirib tekshirib beraveradilar. Xudo xolasa manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman. Uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.